Ona bola biya so'raganlarga Sarasa payshanba bozori 2-aprel bugun. Mana qarang, ona bola biya kiribdi ekan, sotuvda ekan. Bolasi erkak ekan. 29-mart kuni tug'ilgan. 7 yashar aka biyani. 7 yashar biya, yosh biya ekan. Aka yana ketganmi yo'qmi hali bu? O'zi yaqinda tuqqan qanday ketarding? Mana 29-martga tuqqan ekan, bolasi erkak ekan. 7 yashar. Narxi 45 million so'm baho qo'yapti ekan, hali savdo bo'lgani yo'q. Xo'p, 45 baho qo'yilyapti, hali savdo bo'lgan, lekin biya ham chiroyli ekan, bolasi ham chiroyli ekan. Aka nomerni qaytarib qo'ying. 91lik 91lik 518 518 80 80 80 90 shu nomerga bog'lanasizlar. Ona bola biya Sarasa Dashnovatdan sotamiz deyapti. Aka ulgurib qoling, yaxshi biyacha chiqib qoldi. Bu otga ko'pincha mendan Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro so'raydi. Biya chog'oring deb. Mana akalar biyani chog'ordim. Endi aytgan narxidan kelishtirib beradi, savdo qilasizlar. Like-chani bosib, kommentar fikrlaringizni yozib qoldiring. To'liq video YouTube'da Sirxon TV kanalida.